Assalomu alaykum. Bugun biz miya himoyachisi gematoensefalik baryer va uning yallig'lanishdagi roli haqida gaplashamiz. Gematoensefalik baryer bu miyaning o'ta nozik filtri. U asosan endotelial hujayralar, peritsitlar va astrotsitlardan tashkil topgan. U moddalarni 3 xil usulda o'tkazadi: oddiy diffuziya, maxsus transport tizimlari va keraksiz moddalarni chiqarib tashlovchi effluks nasoslar orqali. Uning vazifasi hayotiy muhim hisoblanadi. Miyadagi ionlar muvozanatini saqlash, toksin va patogenlarni to'sish hamda neyronlar uchun barqaror muhit yaratishdir. Biroq yallig'lanish paytida sikloksiginaza fermenti faollashadi. Bu gematoensefalik baryer o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi. Natijada oqsillar qondagi miya to'qimasiga o'tadi va bu esa xavfli vazogen miya ishiga olib keladi. Sikloksiginaza ingibitorlarining foydasi bu jarayonni to'xtatib, miya shishini kamaytirishga yordam beradi. Mavzu haqida savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, yaqinlaringiz bilan ulashing.